Assalomu alaykum, Moskva shahrida yurgan yurtdoshlar. Mana Moskvadan O'zbekistonga 3 ta mashinamiz startda turibdi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Qayerga ketyapsiz aka? Qo'qon. Qo'qon? Qayerdan keldingiz? Piterda. Piterdan. Yo'l kirani necha puldaga yo'l qildingiz? 10. Mana Piterdan 10 ming rubl aka ukalar, Moskvadan 8 ming rubl. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimda kim Zolotoy koronadan qarzi bo'lsa yoki dokumentda muammosi bo'lsa ham o'zimiz qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketdoshlar. Mana ikkita qora qolpoq, bitta vodiy. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi nomerlarga murojaat qilaveringlar aziz yurtdoshlar. Narxlari Sankt-Peterburgdan 10 ming rubl, Moskvadan 8 ming rubl. Mashinalarimiz startda mana. Ikkita akamiz keldi mana, bu akalarimiz yuklaydi. Bitta Cobalt'imiz bitdi, Captiva'miz bityapti. Keyingisi bu oxirida bu Cobalt'ga olamiz aziz yurtdoshlar. Ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Sami glavniy ishonarli nomerlar. Shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, o'zimiz qo'ldan kelgancha yordam berib olib ketamiz aziz yurtdoshlar. Aka oldiga o'tirib olavering siz, brat. Aka oldiga o'tirib olavering. Mana akamiz vodiyga ketyapti. Vodiyga bu akamiz, Qo'qonga.